qanday qilib mustaqil ravishda BSB yaratish mumkin? Agar sinfingiz va faningiz uchun mos BSBni topa olmagan bo'lsangiz, uni o'zingiz yaratishingiz mumkin. Onlayn formatda BSB qanday yaratish mumkin? Mavjud ishlar bo'limida sinfingiz va faningiz uchun BSBni toping. E-maktab Smart platformasiga joylash uchun faylni yuklab oling. Mavjud ishlarni oching va sinfingiz uchun barcha kerakli filtrlarni tanlang. Ish qo'shish tugmasini bosing. E-maktab Smart platformasi ochilib, yangi BSBga nom bering. Barcha kerakli parametrlar o'rnatilganligini tekshiring va keyingi tugmasini bosing. Ishlashingiz uchun bo'sh BSB ochiladi. Ekranning chap tomonidagi qo'shish tugmasini bosing. Endi amaliyot bo'limini tanlashingiz va yuqorida bo'lim nomi maydoniga nomni kiritishingiz kerak. Bu yerda ikkita parametrni sozlashingiz mumkin. Urinishlar soni, bajarish uchun vaqt. Endi savollarni yuklang. Savol qo'shish uchun plus belgisini bosing va savol turini tanlang. Sizda 4 ta variant bor. Birinchi, matn umumiy ma'lumot uchun. Ikkinchi, ro'yxatdan tanlash. Bir nechta javob variantlari bo'lgan savol. Uchinchi, mustaqil kiritish. O'quvchi javobini o'zi kiritadi. To'rtinchi, matn ichida javobni kiritish. Bir nechta javobli savollar uchun. O'quvchi va o'qituvchilar uchun nazorat ishlarining taniqliroq usuli testlardir va savollarni yuklashda ro'yxatdan tanlash varianti ko'proq mos keladi. Bu yerda siz savol va javob variantlarini kiritasiz. Bu BSB bo'lgani va javob variantlari taqdim etilmagani uchun ularni o'zingiz kiritishingiz kerak bo'ladi. Har bir savolga ball belgilashni unutmang. Savollaringizga media, audio, video, havolalar, formulalar va jadvallarni qo'shishingiz mumkinligini unutmang. Barcha savollar kiritilgach, javoblar ko'rsatilgach, ballar tayinlangach, o'zgarishlaringizni saqlang. Agar siz o'quvchilar savollarini tasodifiy tartibda ko'rishlarini istasangiz, sahifa sozlamalarida savol tartibini aralashtirish variantini tanlang. Agar savol kengaytirilgan javobni, grafiklarni chizishni yoki shunga o'xshash narsalarni talab qilsa, siz o'qituvchi tomonidan tekshirish variantini tanlashingiz mumkin. Bu sizga natijalarni sinf jurnaliga kiritishdan oldin bunday savollarga ballarni chiqarish imkonini beradi. Hammasi tayyor bo'lgach, nashr ustiga bosishingiz kerak. Sizning BSB mavjud ishlarda paydo bo'ladi va uni bajarish uchun sinfingizga berishingiz mumkin.